Xayr, 80 talik boylarimiz. Kimdir Ariston deydi, kimdir Vodonagrivatel deydi. Xullas, boylar. Resirkulyatsiya qilib, bunga sanuzelni sushilkasini va kuvnaga borgan issiqlikdan ulaganmiz, masofuzalik uchun. Suvsirab bo'lmasligi, sirazi issiq suv kelish maqsadida qilingan. Nasos ula bo'lmaydi, boylar chirtib oladi, boshqa deyishadi. Pishivoy, ko'rib turibsizlar orqasini ham. Xudo xolisa, ichimlikka yaroqlik ham o'zgartirmaydi. Suv tarkibini juda emas chunki orqasi. Shu holatda yechim qilganmiz boylarga.